Assalomu alaykum YouTube kanalimizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Mana bugun ham pechkamiz Andijon Tasaka tumanida o'rnatilgan holatidan video olib borilyapti. Pechkamiz to'liq holatda ablisovka g'ishda qurilgan bo'lib, pechkamiz bu oldi taraf qismi o't yonishi, o't yoqib tekshirib ko'rsatib berilgan. Bu pechkani o'zini yasab berganmiz. O'rnatish uslugasi bermadik. Pechkani olgan klient o'zi o'rnatishdan xabari bo'lganligi uchun uni o'zi uстановka qilib oldi. Bu kulxonalari bo'ladi, gazlarga moslashgan. O'tin, ko'mir, gaz, bez, atkaz yonaveradi hammasi. O'rnatilishiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Juda sifatli holatda chiqqan uстановkasi. Xo'p, bu pechkamiz o'sha обычный pechkamiz bo'ladi. 65 lik pilta pechkamiz bo'ladi. Hozir orqa tarafini ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu mana bu orqa xona, mehmonxona yoki yotoqxona qismida ishlatiladi. Pechkaning orqa tarafi, duxovka tomoni bu 3 talik tunika zigzaglar bilan birga o'rnatilgan. Bu zigzaglarda tutun aylanish hisobiga pechkaning rasxodi kamayadi, issiqlikni ko'proq pechkaning o'zida xonaga beradi. Mana bu orqa duxovka qismi ichiga simlab qo'yilgan. Bemalol foydalanishga mo'ljallangan. Bu kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Pechkaning o'zini narxi, tan narxi 1.600.000 so'm, 1.5 million so'm holatga qarab chiqadi. O'rtacha holatda 1.5 million so'm chiqadi. Bu zigzaglar alohida narx hisoblanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Dastavkasi kelishilgan